Yaxshimisizlar, hurmatli o'rtoqlar, pidaras dushmanlar. U kommentariyada hammasi emas, bitta ikkitasi yozdi. Anaqa sen anuni gapirma, sen buni gapirma. Menga qara, meni o'rgatmaysan. O'zimning kanalimda nimani men gapiraman, nimani gapirmayman, tushundingmi? Men senlarni уже bloklab qo'ydim, shuni bilinglar. Pashol nahu kanalimdan yoqmasa bir narsa. Men hech kim majburlayotganim yo'q. Men даже like qo'yinglar deyotganim yo'q. Like'lar ham kerak emas. Videolarimni ko'rmasanglar ham mayli, roziman o'shanga. Faqatchi haddinglardan oshmanglar, tushundinglarmi? So'kaman shu videolardan so'kaman, men hozir so'kmay turman senlarni. So'kib tashlayman, o'zinglar keyin xafa bo'lasizlar. Nima qilasizlar uni aqli bilan? Kelgan bo'lsa, mana u kerak emas, bu kerak emas. Nimaga o'zbeklar shunchalik ulug' bo'lib ketdi? Mana laxatron degan narsa O'zbekistonda avjiga chiqib ketgan. Butun loq qilib yotibdi o'zbeklarni. Kim dangasa bo'lmasa, o'zbeklarning hammasi inshaalloh, mashalloh, Allohu akbar deb loq qilib yotibdi. Ani Qo'qonli tabib bormi? Qo'qonli tabiblarga o'xshagan odamlar bormi? Mana Shuhrat Musayev ham o'sha tomonga o'tgan. Allohim rozi bo'lsin deb loq qilib yotibdi. Musayev o'zini trading kurslariga tortib olmoqchi ular. Tushunsanmi? O'shancha bu xalq, o'sha islomiy xalq har mahal loq bo'ladi. Inshaalloh, mashalloh, har mahal islomiy xalq loq bo'ladi. Menga bittasi nima yozdi? Bu dinni bilmaydi-ku, tam. Menga qara, ko'tingga qo'taman. Men shunaqalarni so'kaman. Allohingizki va onangizki seni menga qara. Seni Sasu Qur'oningni 100 marta o'qib, 1000 marta analiz qilib chiqqan odamlar, bildingmi? Tupoy kitob, tupoydan tupoy kitob, ma'nosi yo'q, вообще pizdet. O'shaning uchun hammasi bu Qur'onni o'zicha o'rgatadi, o'zicha tushuntiradi. Nima uchun? Chunki konkretniy ma'nosi yo'q buni, tushunasizmi? Bema'no kitoblarni любой odam o'ziga nisbatan, o'zining foydasiga nisbatan tushuntirsa bo'ladi. Shuni odamlar qilyapti. Butun yerda Qur'onni xolagancha tushuntiryapti. Yo'q bu unaqa, yo'q bu o'shaning uchun musulmonlar bir-biridan urushib ketyapti. Chunki hadislari bir-biriga to'g'ri kelmaydi, suralari bir-biriga to'g'ri kelmaydi, Qur'onni yozilgani bir-biriga to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun musulmonlar bir-biridan urushib ketadi. Yo'q, sen noto'g'risan, men to'g'riman. Yo'q, men noto'g'riman, sen noto'g'risan deb urushib ketyapti bir-biridan. Bildingmi? Gandon Allohingizki seni, Muhammedingizki pidarasmi. Aytdim sizlarga, Shuhrat Musayev laxatron trading kurslarini ochgan, laxatron. Mana endi Facebookda meni podpисчикim bor, o'sha YouTube'da podpисчикim bor, Facebookda gaplashib turamiz. Telefon qilib turadi. Men unga telefon qilaman chozam. Aytibdi, ana klub nima deydi? Ana aytganingiz bo'ldi. Biladi, shunday aytganingiz bo'ldi deyapti menga, tushunasizmi? Nima ekan desam, Musayev o'sha Laxavskoy reklamani boshladi. Mana shuncha ishladim, mana oyda shuncha ishladim, mana qaraylik $57,000 ishladim, mana shuncha ishladim. Mana kelib o'ylaylik, oyda $57,000 ishlasa, bu odam hech qachon hech kim o'rgatmaydi bunga. Bunaqa narsa yo'q. Tuppoy o'zbek, ko'zingni och. Kelgan bo'lsa, meni gapimdan kelgan nima deyapti? Aytibdi, mana meni o'zi tanishlarim bor, o'zi millioner, masalan yilida $10 million ishlaydi, lekin o'shalar ham tradingga o'rgatadi. Bu lo'qni ko'ryapsizlar, bu cho'chqa lo'qni gapirayotgan Laxavskoy gaplarni men aytaman-ku, bu lo'q. Allaqachon bizneslari qolmagan buni. Bu nolda o'tiribdi hozir. Qanaqadir ishlab qo'ygan puli bor ekan, o'shani yeyishyapti. Endi bu yangi laxatronni qidirishni harakatida, tushunasizlarmi? Bu mashunda yopishib olgan sizlarga. Mashunda bilib, kursimga kelinglar, o'zim sizlarni o'rgataman. Bilib, boy bo'lasizlar, Rossiyaga borib ishlamaysizlar deb o'sha og'ziga kelgan narsani cho'chqa gapiryapti. Faqat shu borib kurslarga to'lasanglar. Bu tradingdan hech narsani ishlayotgan yo'q. Shuni tushuninglar, tradingda, moliya bozorida prognoz bo'yicha gapirib bo'lmaydi. Men ertaga shuncha yutaman, indinga shuncha yutaman. Bu shunaqa deyapti. Shuncha yutasiz, mana shuncha yutasiz deb prognozda shunaqa deyapti. Prognoz degani oldindan gapirish, tushunasizlarmi? Tradingda hech qachon oldindan hech kim bilmaydi nima bo'ladi. U algoritmni ishlaydi, tushunasizlarmi? Tradingni algoritmlari ishlaydi. U robot. Algoritm robot degani unga poxuy, tushunasizlarmi? Bu o'sha lo'q cho'chqa nima deyishini bilmayapti. Faqat sanlarni kursiga olsa-da, lo'q qilib sanlarni pullaringlarni shilsha, tushunasizmi? Bu shunaqa narsa, qaranglar. Avvalada o'zini kursiga sanlarni bir oy deydi, keyin aytadiki, mana ko'rdinglarmi, endi men buni ham o'rganishlik kerak, buni o'rganmasanglar, endi chista bu o'rganganinglar 0 bo'ladi. Endi men bu ikkinchi oyni mana bunaqa mavzuda buni ham o'rganishlik kerak dedi. O'rganmasanglar, men birinchi oyni to'lab qo'yganinglar 0 bo'ladi deb, endi sizlar o'ylaysizlar, biladi, endi to'lashim kerak deb, davay shunaqa tortib olib ketaveradi cho'chqa sanlarni. Telegramda sizlarga quloqlarga lomon osib. Tushunasizlarmi? Asosiy lomonni Telegramda sizlarga osadi quloqga. Telegramda yopiq. Agar kirsang, Telegramga obunachi bo'lish kerak.
Tushunyapsizlarmi? To'lagandan keyin to'laysizlar, kursga keyin obunachi bo'lasizlar. Tushunyapsizlarmi? O'shandagi lamonni osib turadi Telegramma ichida sanlarga. Tuppoy o'zbek, quloq sol yaxshi. Agar trading shunchalik prognoz qilib pulni ishlash mumkin bo'lsa, butun Yevropa allaqachon millioner bo'lib ketardi, bittasi ham ishlamasdi. Hech kim Yevropada ishlamasdi. Hech kim Amerikada ishlamasdi. Kanada, Yaponiya hech kim ishlamasdi. Hammasi tuppoy ekanda, faqat bitta cho'chqa Musayev aqlli ekan. Qara, bu pizdet psixologiya hammasini tushunar ekan bu cho'chqa. Nima deyapsan bu? Hammasini biladi bu cho'chqa. Hammasi tuppoyda, cho'chqa aqlli faqat. Adamni tomonidan 3 xonali kvartira bor edi Chilonzorda. Onamni tomonidan Ipodromli Gaydarada, Mirabadskiy rayon, o'sha yerda 4 xonali kvartira bor edi. Hammasi remont qilingan, normal remont qilingan. Bir mehmonga ham ko'rsatsa uyatmas, tushunasizlarmi? Adamni tomonidan hali garaj bor edi, tushunasizlarmi? O'sha hammasi sotilgan, hech narsa qolmagan, sotilgan, tushunasizlarmi? Bu odam ham javonaqa boymas edi, onam ham boymas edi javonaqa. Lekin odam ham, onam ham repetitorli firma, tushunasizlarmi? Собственный repetitorli firma. Endi o'ziga yarasha to'q odam edi bular, tushunasizlarmi? Ja unaqa millioner emas, tushunasizlarmi? Mana aytayman-ku, mani o'rtog'imni amakisi 2 etajli dom qurgan u ham. 2 etaj. Men yordam berganman, o'sha 2 etajli dom qurayotganda men yordam berganman, tushunasizlarmi? U обычный avtoservisda, o'zini avtoservisi, o'zi mashinani tuzatardi, urilganini to'g'rilardi. Endi cho'chqa menga 2 etajli domni ko'rsatyapti, oddiy 2 etajli dom. Ichini ko'rsat, cho'chqa davom remontini ko'ringlar. Gando masanga Hamdamovning domini ko'rsatdim. Sobir Hamdamovning domi вообще saroy. Salim akaning domi вообще saroy. Saniki shunaqami cho'chqa Musayev? Cho'chqa saniki shunaqami? Saroymi saniki? Qo'togalarni osib man boyman deb, u anaqa video bahslarga chiqqaningda dejurniy dollarlarni olib chiqasan, mana qilib ko'rsatasan biladi. Men unaqada 10 tasini ko'rsataman dalbayo, meni ham ishlab qo'yganim bormi bu? Bu yerda biladi, 20 yildan beri oshgan Yevropada o'ylaysanki, menda hech narsa yo'qmi? Kursdan kerak bo'lsa, lekin men maqtanchoq emasman, baran biladi. Sen maqtanchoqsan nima uchun? Chunki sen eng boshidan shu laxatronni trading kursidan o'ylab qo'ygansan. Ishga qo'yaman deb tushunsanmi? O'shaqa olib ketyapsan. Chunki bu Amerikada bo'lgan praktika. Amerikada 1 soatga arendaga vertolyotni olib olishardi. Keyin bo'lsa vertolyotdan tushib chiqardi. Mana men boyman, shunaqa deb, "Davoy, meni o'qishimga kelinglar, meni unaqamga kelinglar." Bu laxatron Amerikadan chiqqan. Buni sen cho'chqa yaxshi bilasan. O'sha narsasini sen olib ketyapsan endi. Sen boy emassan deyman yana bir marta. Boy emassan, ko'rsatadigan narsan yo'q sen cho'chqa. Ustoligi tegdi. Ustolingning tegidagi kompyuterda ko'rsatyapsan. Ustolning tegdi kompyuterni, o'shani ko'rsatyapsan sen menga bir marta, tushunyapsanmi buni? Sen boy emassan, dalbayo. Senda hech narsa qolmagan, bildingmi?